huquqlarini e'tirof etish bo'yicha bugungacha qanday ishlar amalga oshirildi? Bugungi kunga kelib 30 mingga yaqin o'sha o'zboshimchalik egallab olgan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlarga nisbatan huquqlar e'tirof etildi. Inson omili mutlaqo yo'q. Jarayon yana ham tezlashtirish maqsadida muddatlarni 3 barobar qisqartiramiz. Qonunda talablari bor, muayyan shartlari bor. Hammasiga huquqlar e'tirof etiladi degan maqsad. Tizimga avtomatlashtirilgan turizmda ob'ekt qurilgan bo'lsa, 40 mingdan ortig'i qarzorlik sababli keyingi bosqichga o'tmayotgani aniqlandi. Qonun bo'yicha oldingida idora qaysidir bitta idoraning xulosasi bilan bu e'tirof etilmaydi. Bu yerda barcha o'sha 20 ga yaqin tashkilotning xulosasi bergandan keyingina o'sha talablarga javob berilsa e'tirof etiladi. Bolalarimizni, yaqinlarimizni maktabga, bog'chaga joylash, ro'yxatga qo'yish, kredit rasmiylashtirish, bu narsa huquqi e'tirof etilmay obyektga nisbatan bu narsa qilib bo'lmaydi. Ko'pchilik uchun foydali manzilga aylanib borayotgan Saylgoh manzili, Saylgoh podkastidamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun ham siz uchun qiziqarli bo'lgan, foydali bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Suhbatdoshlarimiz ham tashrif buyurishgan. Birozdan so'ng ularni tanishtirib o'taman. Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida birinchi o'qishda ko'rib chiqildi va bugungi podkastimiz ham bevosita shunga bag'ishlanadi. Ya'ni o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarda bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun haqida bugun podkast davomida siz bilan suhbatlashamiz, aniqrog'i mehmonlarimiz bilan va sizga ma'lumot taqdim etishga harakat qilamiz. Mehmonlarimiz esa Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i Uzakbergan Jaksimuratov, assalomu alaykum, va Kadastr agentligi boshqarma boshlig'i Jahongir aka Yo'ldashev. Qolaversa, Kosmik tadqiqotlar va texnologiyalar agentligi huzuridagi Kosmik monitoring va geoaxborot texnologiyalar markazi bosh mutaxassisi Muzaffar Tolibjonov bugungi podkast davomida bizga hamroh bo'ladilar. Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Haqiqatan ham juda dolzarb mavzu, qiziqarli mavzu va ko'pchilikni aynan mana shu mavzu bugungi suhbatimiz o'ziga jalb etsa kerak. Ya'ni 2024-yil 5-avgust kuni qabul qilingan hamda 8-noyabrdan kuchga kirgan qonun bilan huquqlarni e'tirof etish bo'yicha bugungacha qanday ishlar amalga oshirildi? Dastavval shundan boshlasak. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mana mazkur qonun kuchga kirganiga roppa rosa 1 yil to'ldi. O'tgan 1 yil davomida o'sha Adliya vazirligi, Kadastr agentligi, O'zbek kosmos agentligi va boshqa tashkilotlar tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan mana Kadastr agentligi tomonidan respublika bo'yicha 3 mingdan ortiq mahallalarda xatlovlar o'tkazilib, unda 1 milliondan ortiq o'sha obyektlar xatlov qilindi hamda ushbu qonunga doirasiga tushadigan, ya'ni 400 mingdan ortiq obyektlar maxsus, ya'ni e'tirof axborotlashtirilgan axborot tizimi ishlab chiqilgan va unga kiritilgan. Hozirgi kunda o'sha tizim orqali 20 ga yaqin vakolatli tashkilotlar tomonidan o'sha qonun doirasida o'zlarining munosabatini, ya'ni xulosalarini berib, o'sha jarayonlar davom etmoqda. Endi statistik ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsam, bugungi kunga kelib 30 mingga yaqin o'sha o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino inshootlarga nisbatan huquqlar e'tirof etildi. Ya'ni o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar xalq deputatlar kengashining qarorlari qabul qilinishiga erishildi. Endi mazkur jarayonlar yana ham tezlashtirish maqsadida ushbu qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Ya'ni unda bir qator yana ham o'sha jarayonlarni soddalashtirish, fuqarolarga yana ham yengillik yaratish maqsadida yaxshi mexanizmlar, ya'ni yangiliklar nazarda tutilmoqda. Qo'shimchalar? Bu qonun doirasida eng katta qilgan nima deydi, ijobiy bir yutuqimiz desa bo'ladi. Axborot elektron dasturi ishga tushirildi. Bizda endi hayotda ochiqni aytayotgan salbiy tajribalarimiz yetarli bo'ldi. Juda ham. Mana xalqimiz ichida o'sha 461 deymizmi, 251 deymizmi, ko'plar norozi bo'ldi to'g'risi. Mana oxir oqibati shu qonun bilan bu narsa hammasi tartibga solindi. Qonunning eng afzallaridan tarafdan bittasi bu yerda inson omili mutlaqo yo'q. Hamma narsa o'sha raqamlashtirilgan, dasturda ishlatilgan, muddatlari muayyan muddatda aniq belgilanganligi uchun hamma narsa tizimli, tartib tamoyili asosida amalga oshirilyapti.
Tushunarli. Va bu qonun loyihasi tasdiqlanishi, ishlar olib borilishi albatta hammasi shu yurtdoshlarimizni foydasi uchun va bu borada fuqarolarga qanday yengilliklar yaratib berilmoqda, huquqlarini e'tirof etishda muddatlar masalasi ham asosiy o'rinda tursa kerak. To'g'ri. Mana amaldagi o'sha hozirgi qonun 937 qonun bo'yicha, tartib bo'yicha o'sha muddatlar, ya'ni vakolatli tashkilotlarga 2 oy jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladi. Obyektlar xulosa bergandan keyin unda 1 oy turadi hamda adliya va boshqarmalar tomonidan o'sha xulosa berish jarayoniga 2 oylik muddat belgilangan, ya'ni jami 5 oy muddat uzoq ketadi. Shu mazkur muddat juda uzoq, ya'ni fuqarolarimiz yillar davomida o'sha o'zlarining uylariga kadastr qilishni qiyinchilik bilan kutyapti. Shuning uchun biz jarayon yana ham tezlashtirish maqsadida muddatlarni 3 barobarga qisqartiryapmiz qonun loyihasi bilan, ya'ni o'sha 2 oylik muddatlar 20 kunga, 1 oylik muddat 10 kunga, ya'ni o'sha 150 kundan 50 kungacha muddatlar qisqaryapti. Ya'ni o'sha xulosalarni qisqa muddatlarda berib, tezroq huquqlarni e'tirof etish maqsad qilingan. Tushunarli. Qo'shimchalar bormi qonun loyihasiga? Endi muddatda yetadigan bo'lsa, haqiqatdan mana hamkasbim aytdi, juda bu dolzarb narsa. Chunki bilasiz, qonun muayyan muddatga qabul qilingan. 2028-yillarda muddat o'zini qonun kuchini yo'qotadi. O'shanga maqsad nima deydi? Ham soniga ham sifatiga katta e'tibor berib, o'sha barcha masalani shu qonun doirasida shu belgilangan muddatda hal qilish maqsad qilib qo'yilgan. O'shanga muddatlar qisqartirishni asosiy bir ko'rsatkich sifatida qabul qildi. Tushunarli. Hozir bizni podkastimizni bevosita kuzatib borayotgan tomoshabinlar orasida ham bu muammoga duch kelganlar ko'pchilikni tashkil etsa kerak va mavzu nomi e'lon qilinishi bilan albatta ko'pchilikni qiziqtirib qo'ydi. Bu o'z boshimchalik bilan egallab olingan yerlar. Kimdir mana shunday yerlarni aytib o'tganimizdek o'z nomi bilan, o'z boshimchalik bilan egallab olgan bo'lishi mumkin. Kimlardir bilmasdan bu jarayonga aralashib qolgan bo'lishi mumkin. Ular uchun, mana shunday fuqarolar uchun, mana shunday yurtdoshlarimiz uchun qanday yengilliklar kiritilgan bu qonun loyihasida? Qonun loyihasida yana bir muhim masalalardan biri bu to'lovlar bilan bog'liq masalalar nazarda tutilgan, ya'ni o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobardan 5 barobargacha hamda muayyan kategoriyalarda obyektlar uchun, ya'ni bozor qiymatida to'lovlar belgilangan. Mazkur maqsadda biz fuqarolarimizga yana yengillik yaratish maqsadida mana qonun bo'yicha 23 kun ichida mazkur to'lovlar amalga oshirish kerak. Agar ushbu muddatda to'lovni amalga oshiradigan bo'lsa, avtomatik ravishda 50% chegirma berish masalasi nazarda tutilyapti. Agar bu muddatda ham imkoniyati, ya'ni moddiy imkoniyati yetmaydigan bo'lsa, unga o'sha hamma tashkilotlar, vakolatli tashkilotlar ijobiy xulosa berilgan taqdirda unga huquqlarni e'tirof etish evaziga unga keyinchalik 1 yildan 3 yilgacha bo'lib o'sha belgilangan summalar bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Bu ham albatta o'sha mana o'tgan 1 yil davomida o'sha amaliyotda qonunni ishlatish jarayonida biz guvohi bo'ldik. Ko'pchilik hollarda tahlil qilganimizda o'sha fuqarolarimizning moddiy jihatdan imkoniyati yetmayotganligi, o'shandan keyin biz o'sha yechimlarni taklif qilganmiz qonun loyihasida. Demak, shundan keyin o'sha yerni o'z nomlariga kadastr qilib olishda muammoga duch kelmaydi fuqarolarimiz, yurtdoshlarimiz, shundaymi? Albatta, endi bu yerda qonunda talablari bor, muayyan shartlari bor. Ya'ni bu hammasiga ham huquqlar e'tirof etiladi degani emas. Ya'ni u yerda nizo bo'lmasligi, sug'oriladigan yerda joylashmasligi hamda eng asosiy shartlardan biri o'sha eng ko'p kategoriyadagi obyektlar tushadigan, ya'ni 2018-yil 1-maygacha qurilgan bo'lishi kerakligi bo'yicha talablarimiz bor. O'sha talablarga javob bersa hamda muhofaza zonalari, ya'ni mana muhofaza zona deganda masalan yo'l bo'lishi mumkin, temir yo'l, mana yuqori kuchlanishli elektr tarmoq ostida bo'lishi mumkin. O'sha muhofaza zonalarining ham o'ziga shartlarga javob beradigan bo'lsa, o'sha huquqlar e'tirof etiladi. Xo'p, yana bir asosiy masala va kimlar uchundir bu og'riqli masala bo'lishi mumkin. Huquqlarni e'tirof etishda qarzdorlik masalasi. Bu yerda qanday yangi tartiblar ko'zda tutilmoqda qonun loyihasida, qarzdorlik masalasida? To'g'ri savol. Bu qonun loyihasi, qonunda, amaldagi qonunda mana asosiy shartlardan biri o'sha yer va mol-mulk sog'idan qarzdorlik bo'lmasligi kerak degan shart bor edi. Mana o'tgan 1 yil davomida biz o'sha qonunni ishlash davomida shuni guvohi bo'ldikki, ya'ni tahlil qilganimizda mana tizimga, avtomatlashtirilgan tizimga 400 mingta obyekt kiritilgan bo'lsa, shuning 240 mingdan ortig'i
o'sha qarzdorlik sababli keyingi bosqichga o'tmayotganligi aniqlandi. Biz o'shandan kelib chiqib, ya'ni u 60% ni tashkil etayotgan edi o'sha obyektlar. Ya'ni qonun talabi bo'yicha o'sha soliq qarzdorlik bartaraf etilmaguncha jarayonlar o'sha to'xtab keyingi bosqichga o'tmaydi. Shundan kelib chiqib biz soliq qarzdorligini bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravargacha miqdorda bo'ladigan bo'lsa ham unga imkoniyat berilyapti fuqarolarga, ya'ni o'sha soliq qarzlarini keyinchalik huquqlar e'tirof etilgandan keyin to'lash imkoniyatini berilyapti. Muzaffar aka, hozir qonun loyihasi haqida ko'p ta'kidlab o'tyapmiz, gapirib o'tyapmiz. Davlatimiz rahbari ham buni har nutqlarida e'tirof etib o'tadilar. Hamma narsa fuqarolarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'lishi kerak. Aynan mana shu foyda ko'zida tutilgan holda bu qonun loyihasi ham joriy etilmoqda va bu boradagi yutuqlarimiz nimadan iborat bo'lishi mumkin? Albatta ta'kidlab o'tganingizdek, bu avvalambor xalq manfaati uchun xizmat qiladigan qonun ishlab chiqilgan. Uzoq bergandek aytganlaridek, asosiy bu yerda kriteriya bor. Qonunda o'sha 2018-yil 1-maygacha qurib bitkazilgan bino inshootlarga nisbatan tatbiq etilishi inobatga olib, o'sha O'zbek kosmik agentligi qonunning 16-8-bandiga asosan ushbu qonunda belgilangan bino inshootlar qurilgan davrni ko'rib berishimiz kerak. Ya'ni kosmik suratlar orqali tahlil qilib, o'sha haqiqatan bino inshoot 2018-yil 1-maygacha qurilganligi haqida kosmik suratlar orqali ma'lumot taqdim etamiz. E'tirof axborotlashtirilgan avtomatlashtirilgan tizimiga, axborot tizimiga. O'sha O'zbek kosmik agentligi kosmik suratlar tahlili natijasida ko'rib chiqyapmizki, bugungi kunda qurilmalar mavjud bo'lmagan hollarga biz salbiy xulosa beramiz. Shuni ta'kidlash joizki, bugungi kunda e'tirof tizimi orqali O'zbek kosmik agentligi 391 mingdan ortiq ariza xulosa berish uchun kelib tushgan, ya'ni tizim orqali. Shulardan 278 mingdan ortiq ko'rib chiqilib, bugungi kunda tizimga xulosalar berilgan, kiritilgan, ya'ni ma'lumotnomalarni kiritganmiz. Shundan 253 mingdan ziyodi bu ijobiy hamda 24 mingdan sal ko'prog'i salbiy ma'lumotlar kiritilgan, ya'ni o'sha qurilmalar mavjud emasligi yuzasidan. Bu ma'lumotlar kiritilgan, xulosa berilganmi? Ma'lumotlarni kiritamiz. Ya'ni bu O'zbek kosmik agentligi nimaga kerak? Buni oldingi boya hamkasbimiz aytib o'tdi so'zining boshida. Oldindan bunga o'xshagan imkoniyatlar berilgan, o'sha 4-5 marta o'sha o'z vosibchalikda egallagan uylarga nisbatan kadastr hujjatini rasmiylashtirish bo'yicha hujjatlar chiqqan va amaliyotda ishlagan. Bunda asosiy jihati bu qonunning o'sha O'zbek kosmosning kirganligi bo'ldi bu qonunda. Ya'ni O'zbek kosmik agentligi o'sha kosmik suratlarni tahlil qilish orqali, ya'ni shaffof, ya'ni hech kim uni o'zgartira olmaydi. Ya'ni oldingi yillardagi syomkalarni butun dunyodagi o'sha kosmik apparatlardan olib tahlil qilgan holda o'zining xulosasini, ya'ni ma'lumotni biriktiryapti. Bu jarayonlarda albatta hech qanaqa bir korrupsiya bo'lgan holatlar yoki qaysidir organlar o'sha tanish bilishlik qo'pol aytgan unaqa nimalar ketmayapti. Ya'ni hammasi shaffof, hamma organning o'zining xulosasi bergandan keyin yaxlit shu adliya boshqarmasi tahlil qilib, uni o'zining xulosasi bergandan keyingina huquqlar e'tirof etiladi. Uzakberk aka, hozirgina Jahongir aka ham aytib o'tdilar, haqiqatan ham bu hozir zamonaviy yo'llardan biri. Bu raqamlashtirish, ya'ni inson omili aralashmasligi, siz aytganingizdek har qanday korrupsion holatlarni oldini olish mumkin. Bu borada qanday hozir tartiblar haqida aytib o'tsangiz, qanday tizim joriy etilgan? Mana e'tirof tizimida biz o'sha shunday tartib joriy etilganki, ya'ni tizimga kirgandan keyin uni har bir xulosasi o'sha tarixlari qoladi. Keyin biz Adliya vazirligi hamma o'sha 20 ga yaqin vakolat tashkilotlarga yagona namunadagi xulosa shakllarini ishlab berganmiz va tizimda o'sha xulosa berish bo'yicha beryapti. Ya'ni oldinlari boshida to'g'ri qonun ishlagan paytda o'sha eski uslubda, ya'ni ma'lumotlarni har xil nima deydi, huquqiy asoslantirmasdan xulosalar berish holatlari kuzatildi. Shuning uchun biz hammasiga yagona shaklda xulosa berib, o'sha faqatgina muayyan qismlarni to'ldirish orqali xulosa berish imkoniyati yaratgandan keyin bizga bu o'sha fuqarolarga tezroq kadastrni rasmiylashtirishgacha bo'lgan jarayonlarni qisqartirishga erishdik va inson omilini ham kamaytirgan holda bu jarayonlarda o'sha shaffofligi ta'minlandi. Ya'ni bu yerda fuqarolar
fuqarolarga tezroq shu hujjatlarni rasmiylashtirishga e'tibor beriladi. Men qo'shimcha qilmoqchiman. Shu gaplariga haqiqatda katta narsa bu inson omili bo'lib qolgan. Bu endi hayotiy tajribadan kelib chiqib aytamiz. Mana hozir bu aytayotgan, Uzoqbergan aytayotgan narsalari xulosani oldingi paytda yana boyagi salbiy tajribaga qaytaman. Mavhum javob degan bo'lgan. Na ha yo'q, na ha bor degan javobsizlik holatlar bo'lganda. Yurtdoshlarimiz kutishgan uni. O'shanaqa mavhum javob bo'lmasligi uchun biz mana hozir adliyani bitta shakl, yagona shaklga keltirish bo'yicha anaqa qilgan ishimiz ham yutuqimiz ham bir xil javobni berish. Bir xil ko'rinishda javob beradi. Ha, anaqa nima deydi, sansolarlik anaqa qilmaydi. Ikkinchidan berilgan tahliliy javobni tahlil qilish boshqa juda osonlashdi. Bu qanday tushuntirsa, oldin olib turib qog'ozbozlik qilib, birma-bir ko'rib chiqish dastur o'zi qabul qilganda o'sha boyatganda tarixi qoladigan narsani, ertaga o'zgartirib bo'lmaydigan narsa. Undan tashqari eng katta yutug'imiz dastur o'zimizniki. O'zimiz yozgan qilib aytgan dastur kun sayin, soat sayin dasturga mukammallikka erishmasada o'zgarishni kiritib boryapmiz. Bu dastur ishlayapti-a? Albatta ishga tushgan, o'sha qonun kuchiga kirgan paytda ishga tushgan dastur, lekin kun sayin har kuni takomillashtirib borilgan dastur. Zo'r. Jahongir aka, hozir aytib o'tyapmiz, haqiqatan ham bularning barchasi yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'lishi mumkin. Faqatgina batafsilroq ma'lumot aytib o'tsak, biz chunki hozir aytganingizdek haligacha o'sha qog'ozlarni, hujjatlarni yig'ib qayerga borishni bilmasdan sarson bo'lib yurgan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ular uchun aniq ma'lumot berib o'tsak, qaysi dastur, qanday topsak bo'ladi bu dasturni? E'tirof.uz dasturi, elektron dasturi, u ochiq ma'lumotlar dasturi. O'zi kadastr raqamini tergandan keyin har bir mulkdor dasturga obyekt o'tgan o'tmaganini ko'rishi mumkin. Endi bitta asosiy narsaga e'tibor bersa, qonun talabi asosida 2024-2025 yil uchun reja grafik tasdiqlangan. Qonunda shunaqa talab bor. Hokimliklarning taklifi asosida kadastr agentligining buyrug'i bilan reja grafik tasdiqlangan. Mahallalarini qaysi mahallalardan 24-25 yilda xatlov amalga oshirilishi to'g'risida grafik tasdiqlangan. Mana xudo xolasa kecha 26-yil grafik ham tasdiqlandi. Qaysi mahalla xatlov, qaysi muddatda, qaysi oylarda xatlov o'tkazilishi. O'sha grafik asosida hech qayerga borish keragi yo'q. Hech qayerga borib, arizavozlik qilib, eshikni kutib, hech narsa qilish kerak yo'q. Xatlov jarayoni o'sha muqobil ravishda o'zi kelib, reja grafik asosida obyektni uyida o'lchov ishlarini qilib, tekshirib, hammasi yuritiladi. Dastur shunaqa qilingan, bizda endi prezidentimizning 198-farmoni yozsan, davlatni kafolatlangan dastur bo'lishi kerak talab qo'yilgan. UZCAT degan bizning dastur davlatda o'sha mulkka bo'lgan kafolatlangan, ma'lumotni bergan kafolatlangan dastur hisoblanadi. UZCAT dasturida hamma xatlov ishlari amalga oshirilib shakllantiriladi. Agar o'sha qonun talabiga tushadigan bo'lsa, obyekt avtomatik ravishda UZCATdan e'tirof dasturiga o'tkaziladi. Migratsiya qilib o'tkaziladi. E'tirof dasturida o'sha bo'yatganda 16 tashkilotning xulosasi boshqasi yig'iladi. Bu yerda hech kimga borib, iltimos qilib, hech qanaqa narsa yo'q. Mutlaqo. Ya'ni oldingi o'sha fuqarolarimizda ham shunday fikr bo'lmasligi kerakki, bu qonun bo'yicha oldingida idora qaysidir bitta idoraning xulosasi bilan bu e'tirof etilmaydi. Bu yerda barcha o'sha 20 ga yaqin tashkilotning xulosasi bergandan keyingina o'sha talablarga javob berilsa e'tirof etiladi. Ya'ni qaysidir organga ishonib o'sha xalq beraman degan noto'g'ri fikrga bormaslik kerak. Albatta o'sha imkoniyatdan foydalanib fuqarolarimizga ham aytib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yerda faqatgina ozgina o'sha kutishga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha vakolat tashkilotlar, adliya hammasi o'zi xulosani ko'rib chiqib, o'zining xulosasi bilan xalq deputat kengashining sessiyasida muhokama qildirishgacha hammasini biz o'sha organlar bilan birgalikda hamkorlikda tashkil etiladi. Demak, ushbu dastur orqali mana shu vakolatli tashkilotlar ham bitta joyda jamlangan. Shu orqali fuqarolar o'z savollariga javob topishlari mumkin. Hozir Jahongir aka ma'lumot beryaptilar ushbu elektron dastur haqida. Men o'z smartfonimdan, telefonimdan topishga harakat qildim. Haqiqatan ham mana e'tirof-kadastr.uz shu orqali barchasi berilgan reja jadvali, ma'lumotlar, yer uchastkalarining ma'lumotlari. Xuddi shu dasturlar haqida gapiryapmiz. Bu ham bir yurtdoshlarimiz uchun juda foydali qonun loyihasi bo'ldi deb aytsak bo'ladi va endi mana shu podkast davomida ham shu haqda aytib o'tdik, ta'kidlab o'tdik. Mana 2024-yil 5-avgustda qabul qilingan qonun. 1 yildan oshiq vaqt davomida o'rganish ishlari olib borildi. Yurtdoshlarimizni qiynaydigan
savollar, muammolar o'rganildi va qanday muammolarga ko'proq duch kelindi bu masalada va bu qonun loyihasi qanchalik biz uchun, yurtdoshlarimiz, fuqarolar uchun juda zarur. Mana to'g'ri savol berdingiz. Ikkita masalani aytib o'tdim. Fuqarolar uchun yengillik, ya'ni o'sha bir marta to'lov hamda soliqdan qarzdorligi bo'yicha yengillik keladi. Yana bitta katta yangilik bu bugungi kunda o'sha 1 yil davomida mana 10 mingdan ortiq obyektlar, ya'ni uy-joylarning nimasiga salbiy xulosalar, ya'ni rad etilgan ularning nimasi, ya'ni ularning yarmi o'sha 5 mingdan ortig'i muhofaza zonaga tushganligi, ya'ni o'sha qonunning talablaridan bittasi o'sha muhofaza zonaga tushmasligi kerak, ya'ni shu shartga javob bermagani uchun rad qilingan. Shundan kelib chiqib biz bu holatlarga ham yana ham shu fuqarolarga yengillik yaratish maqsadida qonun loyihasida shunaqa norma kiritilyapti, ya'ni agar muhofaza zonasiga tushadigan bo'lsa, o'sha muayyan qismini chegirib tashlash orqali qayta o'sha obyektning nimasini, hududini chizib, qayta tizimga kiritib, qayta xulosalar, ijobiy xulosa bergan taqdirda unga huquqlar e'tirof etilish masalasi nazorat etilyapti qonun loyihasida. Bu ham bir fuqarolarimizga yana bir marta imkoniyat beriladi qonun bilan. Jahongir aka, qanchalik bu qonun biz uchun zarur? Qonun zarurati bitta narsani tushunish kerak. Mana boya hamkasbim aytib o'tdi. Bu qonun ko'pchilik kutgan eng dolzarb narsasi nima? Bolalarimizni, yaqinlarimizni maktabga, bog'chaga joylash, ro'yxatga qo'yish, kredit rasmiylashtirish, bu narsa huquqi e'tirof etilmagan obyektga nisbatan bu narsani qilib bo'lmaydi. Bu toza mulkiy kapitalga aylanadi. Oxir-oqibat yakuniy pirovard natijada shu narsaga erishiladi. Ertaga o'sha hamma aholini qiynayotgan o'sha har qanaqa qatlamdan qat'iy nazar hamma aholini o'sha yaqinlarini o'sha ishga, o'qishga, bog'chaga joylashga, ro'yxatga olishga, kommunikatsiyaga, kommunal anaqa ulanishda hattoki mana misol muammolarimiz bor. Gazga ulanolmaymiz, svetga ulanolmaymiz, aksariyati shu narsani anaqa qiladi, shu narsaga zamin yaratadi. Ya'ni qonuniy mulkiga egalik qila olmasa, boya aytib o'tgan nimalardan qonunchilik bo'yicha taqiqlar o'rnatilgan. Agar o'sha huquqlar e'tirof etiladigan bo'lsa, boyaga aytib o'tgan o'sha kommunal nimalarga ulanish, gaz, suv, svet yoki bo'lmasa meros bilan bog'liq nizolar ko'p bugungi kunda. O'shalarning ham masalasi hal etilishi, ya'ni u oldi-sotdi obyektiga aylanadi. Ya'ni qonuniy o'sha kapitalga aylanadi. Muzaffar aka, o'z yo'nalishingizdan kelib chiqqan holda ushbu qonunning zarurligi haqida fikringiz? Endi bu qonun Jahongir aka va Zorbek ketganlaridek avvalambor bu shu kungacha hujjatsiz bo'lgan uy-joylarga nisbatan huquqlar e'tirof etiladi. Bu ancha yildan beri xalqimizni qiynab kelayotgan masalalardan biri, o'sha o'z yechimini topadi. Hech kimga sir emas, yaqingacha avvallari shunday muammolarga yurtdoshlarimiz duch kelishgan. O'z yerlariga ega bo'la olmasdan, sarson bo'lib, yakunda qo'pol qilib aytganda ko'chada qolgan yurtdoshlarimiz ham bo'lgan. Bu masalada qiynalgan yurtdoshlarimiz ham bo'lgan. Aynan mana shu qonun loyihasi albatta buni ham inobatga olgan bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Bu qonun agar qabul qilinadigan bo'lsa, o'sha jarayonlarning qisqarishi hisobiga o'sha fuqarolarimiz ko'pdan yillardan beri kutayotgan masalasi tezroq hal qilinishiga, o'sha belgilangan 2028 yil 1-yanvargacha shu O'zbekistondagi o'sha mavjud muammoli obyektlarni o'sha qonuniylashtirishga erishiladi. Tushunarli. Ushbu qonun loyihasi bilan bog'liq asosiy savollarni berishga harakat qildik. Yana agar qo'shimchalar bo'lsa, nimalarnidir tushuntirishimiz kerak bo'lsa, aytib o'tsangiz bo'ladi. Mani bitta yurtimiz aholisiga bitta iltimosim bo'lardi. Bizda hozir xatlov jarayoni bitta eng katta muammolardan bittasi, xatlovni amalga oshirishdagi qiyinchiliklardan bitta bo'ladi. Eng katta muammolardan bittasi ayni paytda shu muammo muddatga ham ta'sir qilyapti. Boshqa aholini uyiga borib xatlov o'tkazishga ham ta'sir qilyapti. Shunga iltimosimiz bo'lardi, shu imkon qadar bizani ishimizga ko'maklashib, o'lchov ishlarini amalga oshirishda joyida, uyda bo'lib turib, shu sharoit yaratib bersa ajoyib ish bo'lardi, chunki endi hududlarda markazdan hudud o'sha xatlov amalga oshirilgan joyga yetib borish 100 kilometrdan oshiq masofani qiladi. Bitta xodim mayli endi yorug' yoz kuncha bo'lmaydi, qishqirovli kunlar o'tga 2 marta borib kelish tasavvur qilish juda qiyin bolalarga. Shu uchun agar shu narsada ko'maklasa juda biz minnatdor bo'lardik. Shu fikringizga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Oldimizda
juda katta siyosiy jarayonlar turibdi. Bu aholini ro'yxatdan o'tkazish ishlari amalga oshiriladi va mana shu jarayonlarda ham yurtdoshlarimiz faol bo'lishadi degan umiddamiz va bularning barchasi biz, yaqinlarimiz, farzandlarimiz, kelajagimiz uchun foydali bo'ladi. Rahmat aytamiz. Juda mazmunli suhbat bo'ldi bugun podkast davomida va yurtdoshlarimiz ham o'zlarini qiynagan, qaysidir ma'noda o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob topa olishdi. Agarda sizda yana qandaydir savollar bo'lsa, biz dasturni aytib o'tdik. e'tirof.uz sayti orqali ham bemalol savollaringizga javob topsangiz bo'ladi. Sizlarga rahmat aytamiz. Dasturni ko'rganimizdan xursandmiz. Siz esa, hurmatli tomoshabinlar, o'zingizni ehtiyot qiling, hamisha sog' salomat bo'ling. Saylgoh podkastini muntazam tarzda tomosha qilib boring. O'zingiz uchun foydali. Xayr.